Assalomu alaykum hammaga. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, bugungi kundalik hayotimizdan bir parchani sizlarga havola etmoqchiman. Avvalo kunimizni erta tongdan bismilloh deb boshlab, farzandlarimga nonushta tayyorlashdan boshlanadi va undan so'ng maktabga kuzatamiz. Kuzatgandan keyin esa orada she'r yodlatishga ham ulguraman. Undan so'ng onam bilan oshxonada bizni ishimiz qizg'in bo'ladi. Har xil yeguliklar tayyorlab, onam ikkalamiz buni sotamiz. Mana bir necha yillardan beri shu halol rizq orqali xonadonimizni ta'minlab kelmoqdamiz. Agar sizlarga ham bizning hayotimizdagi lavhalar, qiziqarli videolar qiziq bo'lsa, like va podpiska bossalaring xursand bo'lardim.